Pakistan 5 Xitoyni chegaradan qo'g'lab chiqardi. 10 aprel Breitbart Connect to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Pakistan hukumati Pakistan amonlik soqchilariga hujum qilgan 5 Xitoyni chegaradan qo'g'lab chiqargan. Pakistan saharlik gazeti xabarida mazkur voqea Pakistonning Panjab o'lkasi Kanival rayonida yuz berganligi, shu yerda qurilish qilayotgan Xitoylar odatda Pakiston bexatarlik tarmoqlarining qo'g'dishi bilan sirtlarga chiqadiganligi. Mazkur voqea Pakiston bexatarlik qo'g'dash xodimlarining Xitoy qurilish ishchilarini bexatarligiga mas'ul kishi bo'lmagan ahvol ostida Qizil qo'g'dash rayonidan chiqishga yo'l qo'ymaganlikdan kelib chiqqanligi. Xitoylar Qizil qo'g'dash rayonidan chiqishga ruxsat qilmagan soqchilarga hujum qilganligi sababdan 5 Xitoy chegaradan qo'g'lab chiqarilganligi bildirildi. Bu haqda ijtimoiy uchur vositalarida 2 sin ko'rinish tarqalgan bo'lib, sin ko'rinishning birida Xitoy hujum qilib kelganda soqchilar mashinasining eshigini ochmagan. Haddidan oshgan Xitoy soqchi mashinasining kaputi ustiga chiqib turganligi, yana bir sin ko'rinishida bo'lsa, Xitoyning Pakiston soqchilari va yerlik fuqarolarni urayotgan ko'rinishini ko'rgili bo'ladi. Xitoy diniy tus olgan suratlardan qo'rqmoqda. 12 aprel erkinlik vaqt gazeti Xitoyning Sharq Turkistonda dinga aloqador surat yoki sin ko'rinishlarini saqlagan kishilarni qo'lga olayotganligini xabar qildi. Xabarda Xitoy Sharq Turkistonda poyezd beltini kimlikka elish haqida tuzum chiqargandan sirt, yonfon va kompyuterda diniy tus olgan surat va dinga aloqador sin ko'rinishlarini saqlagan 9 kishini qo'lga olganligini oshkorladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi tor va uchur mulozimat ishxonasi hamda JX nazorati 9 aprel 5 Uyg'urning kompyuter yonfonida dinga aloqador surat va sin ko'rinishlarini saqlaganligi uchun qo'lga elinganligini oshkorlagan edi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir kishi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning axborot uchurlarini qattiq tizginlashi bizni xuddi turmada yetayotgandek his qildiradigan bo'ldi. Oddisi tuqqanlarimga yo'llagan normal yonfon uchurlarimi Xitoy bexatarlik tarmoqlari tomonidan tekshirilyotdi. Har vaqt Xitoyning zo'ravonlik mazmunidagi uchurlarni tarqatding degan tuhmati bilan qo'lga elishidan ansirab, kunlarimiz andishi ichida o'tadigan bo'ldi degan. Aqsaray Beijingdan savdo masalasida quruq va'da emas, amaliy qadam kutamiz dedi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping tunugun Xitoyning avtomobil qatorliq Amerika mollariga qarata chegara bejini tövallatidiganligi va aqliy mulklarning huquqini qo'g'daydiganligi haqida va'da bergan edi. Bugun Amerika prezidenti Donald Trump buningga inkos qaytirib, Xi Jinpingning bu angliq pozitsiyasini qarshi oldiganligini bildirdi. Aqsarayning bayonotchisi Sara Sander Amerika tarafining Xi Jinpingning so'zlaridan mamnun bo'lmaganligini, ammo buning bilan birlikda Xitoy tarafidan bu jihatda amaliy qadam besishni kutadiganligini bayon qildi. U Xitoy tarafining va'dasidagi nuqtalar amalga oshganga qadar Donald Trump e'lon qilgan Xitoy mollariga chegara bejini o'stirish buyrug'ining kuchga ega bo'lganligini ta'kidladi. U yana biz nutqni emas, harakatni ko'rishni xohlaymiz dedi. O'tgan haftalarda Donald Trump alyumin qatorliq 50 milliard dollarlik Xitoy meliga chegara bejini o'stiradiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy tarafmi seriq purchaq va avtomobil qatorliq Amerika mollariga chegara bejini oshiradiganligini e'lon qilgan edi. Buningga javoban Donald Trump Xitoyning yana 100 milliard dollarlik melining chegara bejini o'stiradiganligini e'lon qilgandan keyin Xi Jinping tunugun bu talash tortishda yumshoq pozitsiyasini ko'rsatdi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, Xi Jinping bu qatimqi so'zida yana Xitoy bozorini texmo erkinlashtiradiganligi va echivitadiganligini, chet ellik savdo korxonachilarga texmo keng fursat beradiganligini ta'kidlagan. Buningga Donald Trump ijobiy baho bergan bo'lsa-mu, ammo ba'zi kuzatuvchilar Xitoyning bu va'dalarining burunmi eg'izga elinganligini, uningdan amaliy natija kutishga bo'lmaydiganligini ilgari surishmoqda. Xi Jinping bir balvoq bir yo'l planini oqlash majburiyatida qoldi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping tunugun chorshanba kuni Xaynan o'lkasida qilgan so'zida bir balvoq bir yo'l planining bir suiqasd plani emasligi haqida izohat berishga majbur bo'ldi. Bu planda har qanday bir yomon g'arazning yo'qligini ilgari surgan Xi Jinping, biz siyosiy jo'g'rofiya o'yini o'ynayotganimiz yo'q. Alohida bir gruppa yoki lager qurib olish niyatimizmi yo'q. Boshqalarni savdoga majburlash urinishimizmi yo'q degan.
Sharqiy Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Yevropa ittifoqi va Afrikadagi 80 dan ortiq davlat va rayonni iqtisodiy jihatdan o'zaro tutashtirishni maqsad qilganligi ilgari surilgan bu strategik planga Xitoy taraf 126 milliard dollar mablag' soldiganligini e'lon qilgan. Halbuki ba'zi davlatlar va organlar bu planning o'zlariga boylik va taraqqiyot elib kelishdan ko'ra Xitoyning siyosiy ta'sirini kengaytirish maqsadiga yetmoqchi bo'layotganligini faraz qilmoqda. Bulubmu xalqaradagi kishilik huquq faoliyatchilari agar Xitoyning bu plani amalga oshsa, dunyoda erkinlik va demokratik qimmat qarashlarining ig'ir tahdidga uchraydiganligi haqidagi andishalarini bildirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Rabiya Qodir xonim bu yilning 5-ida yepiq tarbiyalash lagerlarini taqash haqida dunyoga e'lon qilgan murojaatnomasida Xitoyning bir balvoq bir yo'l planining bexatarligini ko'zda tutib, Uyg'ur xalqini umumyuzlik holda jazo lagerlariga qamayotganligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Fransiya bosh ministri bu plan haqida har qanday yo'l va balvoq bir yo'nalishlik bo'lmaydi deyish orqali bu planning faqat Xitoyning manfaatiga uyg'un ekanligi, uning dunyoga manfaat elib kelmaydiganligini eskartgan edi. Qiyomat kuni nima uchun ko'kka ko'tarildi? Amerikaning qiyomat kuni deb bilinadigan E-4B tiplik Night Watch kechi navbati aeroplanining ko'kka ko'tarilganligi hammaning diqqatini qo'zg'adi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerikaning qiyomat kuni deb bilinadigan E-4B tiplik kechi navbati aeroplanining ko'kka ko'tarilganligi ilgari surildi. E-4B tiplik kechi navbati aeroplani Amerika havo armiyasining xizmatidagi Boeing 747-200 tiplik aeroplanlarning yadro hujumiga uchrash ehtimoliga qarshi qo'mondonlik markazi qilib ishiltish maqsadida loyihalanib yasalgan. E-4B tiplik kechi navbati aeroplani yiqilg'usi ta'minlangan ahvolda to'liq bir hafta osmonda ucha oladi. Aeroplanning ustiga o'rnatilgan aslahalar yadro portlashining ziynidan qo'g'day oladi. Amerika doiralari tomonidan E-4B tiplik kechi navbati aeroplanining nima uchun ko'kka ko'tarilganligi to'g'risida aniq ma'lumotlar berilmadi. Bu aeroplanlar Amerika prezidentining chet el sayohatida hamroh bo'lganligi bilinadi. Bu jarayonda Amerika dengiz armiyasining Oq dengizga avatgan USS Harry Truman nomli aviamotka va uningga hamroh bo'lgan boshqa harbiy paraxodlar Virginia shtatidagi Norfolk harbiy portidan ayrildi. Xalqaro agentliklarning dunyoga tarqatgan fotograflarida minglarcha Amerika askarlarining oilalari bilan vidolashayotganligi ko'rildi. Germaniyaning FGS Hessen nomli harbiy paraxodimi Amerika aviamotkasiga hamroh bo'lish uchun Oq dengizga qarab ilgirladi.